Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun biz Turkiston milliy harakati, milliy ozodlik harakati yo'lida o'z jonini fido qilgan jadidlar haqida gapiramiz. Demak, boshladik. Turkistondagi jadidchilik harakati 19-asr boshlarida Qrim-tatar ma'rifatparvari Ismoil Gaspinskiy tomonidan paydo bo'lgan. Jadid arab so'zidan olingan bo'lib, yangi degan ma'noni anglatadi. Jadidchilik harakati Buxoro, Samarqand va boshqa viloyatlarda paydo bo'ldi va asta-sekinlik bilan boshqa viloyatlarda jadid maktablar ochildi. Jadid maktablarga bolalarga dunyoviy bilimlar tashqari chet tillari ham o'tiladi. Ular orasida ingliz tili, fanlari, nemis tillari ham bor edi. Jadidlar tashabbusi bilan barcha yoshlar Germaniya, Turkiya kabi dunyoning rivojlangan shaharlariga o'qishga kirdi. Jadidlarning maqsadi xalqni xalq uyqusidan uyg'otish va Turkiston Chor imperiyasi mafkurasidan saqlab qolish. Lekin Sovet hukumatiga bunday ilmli, ziyoli insonlar yo'qmas edi. Natijada asta-sekinlik bilan 30-yillarda jadidlarni yo'q qilishga qaratilgan qatag'onlik kampaniyalar avj oldi. Birinchi navbatda 1929-yil 6-noyabrda Toshkent shahrida arxiv xodimlari tomonidan Munavvar Qorimovning 38 nafar safdoshi qo'lga olindi va ular Moskvada sud qilindi. 1931-yil 25-aprelda bo'lib o'tgan sud majlisida Munavvar Qorining 15 nafar a'zosi otish hukmiga 72 nafari uzoq muddatli qamoq va so'kin jazolariga hukm qilindi. Moskva o'zbek xalqining 15 nafar farzandi Moskva atrofida osib tashlandi va Vaganka va qabristonga piyxona qo'yildi. Toshkentdan hech kim deyarli qaytib kelmadi. Ular qatag'on qurboniga aylandi. 1937-yil 31-dekabr Isqirim qish jangi. Lekin o'sha kuni Abdulla Qodiriyga oila davrasida jangi yilni ko'rish nasib qildi. U eng qimmat xodimlar tomonidan 1938-yil 4-oktyabrda 44 yoshli Abdulla Qodiriy Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan Alvasti ko'prik yonida vahshiylar cho'qotildi. Lekin o'sha kuni ularga kafan ham o'qilmadi, kafan ham berilmadi, janoza ham o'qilmadi. Ular shu to'siq 2000-yil 12-mayda Toshkent shahri Yunusobod tumani Busuq kanali yonida shahidlar xotirasi yodgor majmui ochildi. 2001-yil 31-avgustdan boshlab har yili 31-avgust qatag'on qurbonlarini yod etish kuni sifatida nishonlanib turibdi. Va bu kun tirik bobolarimizning qatag'on qurboniga aylangan kundir. Biz o'sha kunda qatag'on qurboniga aylangan jadid bobolarimizni xotirlaymiz va prezidentimiz har yili 31-avgust kuni shahidlar xotirasi yodgor majmuiga borib, o'tganlar xotirasiga tilovat qiladi va ruhini shodlatadi. Biz ana shunday tirik bobolarimizni hech qachon ular xotiramizda barpo yashaydi.